Obunachilarimga tekinga pul bermoqchiman. Har bitta videoda konkurs uyushtiramiz endi do'stlar. Siz bu konkursda qatnashishingiz juda ham oson. Oddiygina like bosasiz, kommentariy yozasiz va obuna bo'lasiz. Xolos, kamida 3 ta kommentariy yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi. Va har bitta videoda bitta odamni tanlayman va ana shu odamga men 10 ming so'mdan pul o'tkazib beraman. Hoziroq like bosib, obuna bo'lib, kommentariy yozib qoldirib qo'ying va keyingi videodan boshlab hamma g'oliblarni pullarini tarqatishni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan Lidex saytidan pullarni yechib ko'ramiz va qanaqa qilib sarmoyasiz pul ishlash mumkin, yana bir yo'llarini tushuntirib o'tib ketaman do'stlar. Saytdan hozir sizlar bilan pul yechamiz. Saytdan ro'yxatga o'tishni birinchi o'rganib olamiz. Buning uchun registratsiya degan knopkani ustiga bir marta bosishimiz kerak bo'ladi. Bosganimizdan keyin mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi joyga login kiritishinglar kerak, ikkinchi joyga elektron pochta, uchinchi joyga parol o'ylab topasiz va ana shu parolni qayta bu joyga kiritishingiz kerak bo'ladi. Loginni ham o'zingiz o'ylab topasiz do'stlar. Va kiritib bo'lganingizdan keyin, hammasini qilib bo'lganingizdan keyin pastda zaregistrirovаться degan knopka turadi. Ya'ni mana bu sariq knopkani ustiga bir marta bosib, oson ro'yxatga o'tib olsangiz bo'ladi. Hozir o'zim akkauntimga men kirib olaman do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, mana mening akkauntimda hozir 164 rubl so'mga hisoblasa, mana ekranlarga chiqarib qo'ygan bo'laman. Shuncha pul bo'ladi, taxminan 30 ming so'mga yaqin pul bo'ladi. Hozir sizlar bilan shu pullarni yechib olamiz Payer hamyonimizga. Xo'p do'stlar, bu saytdan qanaqa qilib pul yechib olinadi? Mana bu joyda вывод degan knopka bor. Mana shuni ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Bosganimizdan keyin bu joyda выберите кошелек deyapti. Men bundan oldingi videoda кошелек qo'shishni ham, ya'ni o'zingizni hamyoningizga qanaqa qilib saytga qo'shish mumkin, shu narsani ham o'rgatib o'tganman. O'sha videoni ko'rsangiz bilib olasiz. Men hozir mana o'zim Payer hamyonim kiritganman, o'shani tanlayman va bu joyga 164 rubl deb yozaman. Va bu joyda pastda Daley degan knopka turibdi. Shu sariqni bitta bosadigan bo'lsam, ozgina kutamiz va ko'rishingiz mumkin. Вплата успешно подтверждена, проверьте баланс кошелька deyapti. Ya'ni уже plyus kelib tushdi deyapti. Hech qanaqa kutishlarsiz soniya ichida. Xo'p, hamyonimga o'tib ko'raman do'stlar. Bitta abni aytib beraman va mana ko'rishingiz mumkin. Haqiqatan mana soat 17:40 da уже meni pullarim kelib tushdi. Hozir bir marta abni aytib beraveramiz. Mana bosamiz ustiga. Mana ko'rishingiz mumkin, уже pulimiz kelib tushdi saytga. Sayt 100% to'lovda ekan. Xo'p do'stlar, bu saytdan qanaqa qilib sarmoyasiz pul ishlash mumkin deganni bonus bo'limiga o'tadigan bo'lsak, kommentariy yozib qoldirgan silkam bo'ladi. Ana shuni ustiga bosadigan bo'lsak yoki Telegram kanalimda bo'ladi do'stlar. Sayt silkasi Telegram kanalim yoki o'sha pastda qoldirib qo'ygan bo'laman. Xo'p, kompaniya, ya'ni bu sayt sizga nima uchun pul to'laydi? Sarmoyasiz pul ishlashingiz uchun siz o'zingiz Telegram, Instagram, YouTube shunga o'xshagan platformalarda saytni obzor qilsangiz, albatta uni maqtashingiz shart emas. Umuman obzor qilib, video qilib joylaydigan bo'lsangiz, sizga 10 rubldan 15 ming rublgacha pul beradi sarmoyasiz va siz bu holatni kuniga 2 martalab takrorlasangiz bo'ladi. Ya'ni kuniga 2 martadan shunaqa qilib reklama video qilib, silkasini mana bu joyga joylab, pastda отправить degan knopkani bosib, har kuni 2 martadan qilsangiz bo'ladi. Uzog'i bir kun bo'lmasa, taxminan 5-6 soatda tekshirishadi ular va sizga pulingizni hisobingizga tushirib beradi va xuddi menga o'xshab pullarni yechib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari siz saytga sarmoya kiritib ham pul ishlasangiz bo'ladi. Misol uchun men bundan oldingi videoda ham pul kiritgandim, o'zim hisobimdan sarmoya kiritganman va pullarni foydasi bilan yechib oldim, o'zingizlar ko'rdinglar. Ya'ni siz bu saytda mana bu joyda ko'rishingiz mumkin, har xil planlar bor. Ya'ni siz atigi 100 rubldan boshlab 450 rublgacha sarmoya kiritadigan bo'lsangiz, siz 139% pul ishlaysiz. Ya'ni 100 rubl kiritsangiz 39 rubl oshiqchasi bilan, ya'ni jami hisobda 139 rubl pul ishlaysiz va sekundiga ana shu kiritgan pulingizni 0.3% ni berib turadi. Keyingisi bo'lsa mana 143%, 450 rubldan ko'p sarmoya kiritganlar uchun 1000 rubl kiritsangiz sizga 55 kun davomida 1,5 ming rubl bo'lib qaytib keladi, ya'ni 500 rubl foyda qilasiz. 2000 rubl kiritsangiz 160%, ya'ni 60% foyda qilasiz. Xuddi shu tariqa pastda eng qimmatlari bor, ya'ni bular 30 ming rubl tashkil qiladi. Siz bunda 600% gacha plyus ko'payishi mumkin 24 soat, 20 soatda. Ya'ni siz 20 soat ichida, misol uchun 30 ming rubl sarmoya kiritsangiz, uningiz o'sha 180 ming rubl bo'ladi. Ya'ni siz u pullarni har sekundda, har minutda, har 8 minutda 4% olib borsangiz bo'ladi. Bu juda ham zo'r degani. Xohlaganingizga sarmoyani kiriting va pul ishlab bemalol yechib olsangiz bo'ladi. Pastda sistemani tanlaysiz, nima orqali sarmoya kiritmoqchisiz. Agar sizda rubl bo'lmasa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Men sizlarga so'm pullarni rubl qilib beraman, rubl pullarni so'm qilib berishim mumkin. Misol uchun mana xohlasangiz Payer orqali kiriting. O'zbekistonda yashaydigan bo'lsangiz, Payer eng qulayi. Payer hamyon ochish men sizga o'rgatsam video cho'zilib ketadi. YouTubedan qidirib o'rgansangiz bo'ladi. Juda ham oson, umuman muammoli narsa emas. 1 minut ichida ochib qo'yasiz. Xohlasangiz Rossiyada bo'lsangiz, Visa, Mastercard, Mir degan kartalar orqali o'tkazsangiz bo'ladi. Xohlasangiz kriptovalyutalar orqali, xohlasangiz Bitcoin, ya'ni shunaqa Binance degani, shular orqali o'tkazsangiz bo'ladi va hokazo do'stlar. Qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, pastda сообщениeni bosadigan bo'lsangiz, mana ko'rishingiz mumkin.
Вы можете мне помочь, ya'ni siz o'zingizni yordam so'rasangiz bo'ladi mana shu adminlaridan. Menimcha hamma narsa tushunarli degan umiddaman. Mana depoziti bo'limida men o'zim kiritgan pulimni ko'rishinglar mumkin. Hozir kiradi bo'limiga. Ya'ni men kiritgan pulim mana ko'rishinglar mumkin. 100 rubl kiritganman, успешно bo'lib turibdi. Pulim kelib tushgan, ya'ni haqiqatan mana zakrit bo'lib qolgan, ya'ni men уже pul o'zini ko'paytirib, уже bu planim yopilib ham bo'ldi. Men foydamni ham olib oldim do'stlar. Xuddi shunaqa do'stlar, profil bo'limi orqali o'zingiz profilingizni ko'rsangiz bo'ladi. Menimcha boshqa narsa qolmadi. Настройка bo'limi orqali siz o'sha hamyonlaringizni o'zgartirib kiritsangiz bo'ladi. Sayt silkasi yoki kommentariyada yoki Telegram kanalimda bo'ladi. Bemalol o'tib, pul ishlashni boshlasangiz bo'ladi do'stlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.